Do'stlar, bugungi xabar 1500 ming so'm olganlar uchun juda muhim. Agar siz yaqinda davlatdan, mahalladan, ijtimoiy himoya tizimidan nafaqa, yordam puli, kompensatsiya yoki bir martalik to'lov sifatida 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki hozir ko'pchilik bir narsani tushunmay qolmoqda. Bu pul kimga berildi? Keyingi oy yana tushadimi? Qaytarib olishlari mumkinmi? Hujjat talab qilinadimi? Kartaga tushgan pul sabab boshqa nafaqa to'xtab qolmaydimi? Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida aniq tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri qadam sabab odam keyingi to'lovdan qolib ketishi, ortiqcha pul deb hisoblanib qaytarishga majbur bo'lishi yoki arizasi rad etilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bu kabi xabarlar ko'pchilik oilalar uchun bevosita pul, hujjat va huquq masalasidir. Avval qanday edi? Oldin ko'p hollarda ijtimoiy yordam, moddiy yordam yoki bolalar nafaqasi bo'yicha odamlar mahallaga borib, ariza yozib, oilaviy ahvolini tushuntirib, daromadini ko'rsatib kutishga majbur bo'lardi. Ba'zan kimdir hujjatini to'liq topshirardi, lekin tizimda ma'lumot chiqmay qolardi. Kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsa ham, rasmiy daromadi noto'g'ri ko'ringani uchun rad javobi olardi. Yana kimdir kartasiga pul tushganini ko'rib xursand bo'lardi. Lekin bu pul aynan nima uchun tushganini bilmasdi. Endi esa vaziyat o'zgargan. Ko'plab to'lovlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni odamning oilaviy tarkibi, doimiy daromadi, ish joyi, pensiya yoki nafaqa olishi. Bank kartalaridagi ayrim rasmiy tushumlar, nomida mol-mulk bor yo'qligi kabi ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Shuning uchun 1 million 500 ming so'm olgan odamlar uchun syurpriz shundan iboratki, bu pul shunchaki berilib. Masala yopildi degani emas. Bu pul ayrimlar uchun navbatdagi yordamning boshlanishi bo'lishi mumkin. Ayrimlar uchun qayta tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Ayrimlar uchun esa keyingi oy to'lov chiqmasligining belgisi bo'lishi mumkin. Men bir narsani alohida aytaman. Kartangizga 1 million 500 ming so'm tushgani siz avtomatik ravishda har oy shu pulni olasiz degani emas. To'lovning turi muhim. Bu bir martalik yordammi? Bolalar puli bo'yicha yig'ilib qolgan summami? Kompensatsiyami? Kam ta'minlangan oilalarga ajratilgan yordammi? Yoki boshqa toifadagi to'lovmi? Mana shu aniqlanmasa, xulosa chiqarish xavfli. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Shuni tartib bilan tushuntiraman. Birinchi toifa 1 million 500 ming so'mni birinchi marta olganlar. Masalan, siz avval hech qanday yordam olmagan edingiz, yaqinda ariza topshirdingiz va kartangizga 1 million 500 ming so'm tushdi. Bunday holatda eng birinchi qiladigan ishingiz pul qayerdan tushganini aniqlash. Bank ilovasida ko'pincha izoh bo'ladi. Ijtimoiy to'lov, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam, pensiya jamg'armasi yoki boshqa tashkilot nomi ko'rinadi. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, mahalladagi ijtimoiy xodimga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki bankka murojaat qilish kerak. Misol keltiraman. Dilnoza opa 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishlamayapti. U mahallaga murojaat qildi. Oilaning daromadi tekshirildi va kartasiga 1 million 500 ming so'm tushdi. Dilnoza opa buni har oy tushadigan pul deb o'ylab, keyingi oyga xarajat reja qildi. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, bu bir martalik moddiy yordam bo'lgan. Natijada keyingi oy pul tushmadi va opa qarzga kirib qoldi. Shuning uchun men har doim aytaman, pul tushgani quvonchli, lekin uning turi va muddati aniqlanmaguncha xarajatni uzoq muddatga rejalashtirmang. Ikkinchi toifa. Avvaldan nafaqa olib kelayotganlar. Masalan, siz har oy bolalar puli yoki ijtimoiy nafaqa olasiz. Odatda 60 ming, 200 ming yoki 1 million atrofida tushardi. Bu safar esa 1 million 500 ming so'm tushdi. Bu holatda 3 xil sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, oldingi oylar bo'yicha qarzdorlik yoki kechikkan to'lov qo'shib berilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, oiladagi farzandlar soni, yoshi yoki nafaqa turi bo'yicha miqdor qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, tizimda vaqtincha texnik yoki hisob-kitob o'zgarishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana oddiy misol, Akmal akaning 3 farzandi bor. U bir oy pul ololmadi, chunki kartasi almashtirilgan edi. Keyingi oy esa 2 oylik to'lov birga tushdi va summa 1 million 500 ming so'mga yaqin bo'ldi. Akmal aka bu yangi oshirilgan nafaqa deb o'yladi. Aslida esa bu kechikkan pul edi. Keyingi oy eski tartibda tushdi. Demak,
katta summa tushsa, darhol endi doim shunday bo'ladi deb xulosa qilmang. Uchinchi toifa yaqinda hujjat topshirgan, lekin javobini bilmaganlar. Ba'zan odam ariza topshiradi. Keyin javob kelmaydi, SMS o'qilmaydi. Telefon raqami o'zgargan bo'ladi yoki xabar boshqa oila a'zosiga ketadi. Shundan keyin pul tushadi. Bunday vaziyatda odam arizasi tasdiqlangan deb o'ylaydi. Lekin aslida to'lov boshqa asos bilan berilgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ariza holatini tekshirishtirish shart. Siz mahallaga borib, mening arizam qaysi to'lov bo'yicha tasdiqlangan, to'lov muddati qancha, keyingi oy ham tushadimi deb aniq so'rashingiz kerak. To'rtinchi toifa oilasida rasmiy daromad yoki mol-mulk borlar. Bu toifa juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bugun yordam puli tushgan bo'lsa ham, keyingi tekshiruvda oilaning daromadi mezondan yuqori deb topilsa, keyingi to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, oilada bitta odam rasmiy ishlaydi, lekin oyligi 3 million so'm. Oilada 5 kishi bo'lsa, jo'n boshqa daromad boshqa ko'rsatkich chiqadi. Lekin agar yana qo'shimcha daromad, ijara, tadbirkorlik, avtomobil yoki boshqa rasmiy mol-mulk ko'rinsa, tizim bunga e'tibor beradi. Real hayotda shunday holat ko'p uchraydi. Oila yordamga muhtoj, lekin otasining nomida eski avtomobil bor. Avtomobil yurmaydi, garajda turadi, lekin hujjatda bor. Tizim esa uni aktiv sifatida ko'rishi mumkin yoki ayol bolalar puli oladi. Lekin turmush o'rtog'i nomida kichik tadbirkorlik ochilgan. Aslida faoliyat yuritmaydi. Shunda ham ba'zan rasmiy ma'lumot arizaga ta'sir qiladi. Men bunday vaziyatlarda odamlarni ayblamayman. Lekin hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat bir xil ko'rinishi kerak. Kimlar ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizga to'lov rasmiy tartibda tayinlangan bo'lsa, SMS kelgan bo'lsa, mahallada yoki ijtimoiy himoya bo'limida tasdiq bor bo'lsa, oilaviy tarkibingiz va daromadingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, unda xavotir kamroq. Lekin baribir hujjatlarni saqlab qo'ying. Bankdan kelgan SMS, bank ilovasidagi kirim tarixi, ariza raqami, tasdiqlangan sana, mahalla bergan ma'lumotnoma hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi xato. Odamlar kartaga pul tushishi bilan uni qarindoshining kartasiga o'tkazib yuboradi yoki katta miqdorda naqd qiladi. Pulni ishlatish sizning huquqingiz. Lekin agar keyin bu to'lov noto'g'ri tushgan yoki aniqlashtirish kerak deyilsa, sizda pulning qayerga sarflangani bo'yicha tushuntirish bo'lishi foydali. Ayniqsa moddiy yordam aniq ehtiyoj uchun berilgan bo'lsa. Masalan, davolanish, oziq-ovqat, bolalar xarajat, kommunal to'lov. Bunday xarajatlarni tasdiqlovchi chek yoki kvitansiyalarni saqlash yaxshi. Ikkinchi xato oilaviy tarkibni noto'g'ri ko'rsatish. Masalan, oila aslida 6 kishidan iborat, lekin ro'yxatda 4 kishi ko'rinadi. Yoki farzand boshqa manzilda ro'yxatda, yoki turmush o'rtog'i vaqtincha chet elda. Lekin oilaning daromadida uning pul jo'natmalari hisobga olinmagan. Bularning hammasi keyinchalik savol tug'diradi. Men tavsiya qilaman, ariza berayotganda nima yozsak pul chiqadi deb emas. Haqiqiy holatni qanday to'g'ri ko'rsatamiz deb yondashing. Uchinchi nozik masala bank kartasi kimning nomida ekani. Ba'zi oilalarda ayolga tayinlangan to'loverning kartasiga, onasining kartasiga yoki boshqa qarindosh kartasiga tushishini xohlashadi. Lekin ijtimoiy to'lovlarda odatda oluvchining shaxsi, pasport ma'lumoti, JSSH raqami va bank hisob raqami mos bo'lishi kerak. Agar karta almashtirilgan bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa yoki bloklangan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, bankka borib hisob raqamini aniqlashtiring va kerak bo'lsa, yangi kartani tizimga bog'latish masalasini so'rang. To'rtinchi masala, men pul oldim, demak boshqa yordamga ham ariza bersam bo'ladi degan fikr. Har bir yordam turi alohida tartibga ega. Masalan, bir martalik moddiy yordam olganingiz bolalar puli avtomatik tayinlanadi degani emas. Yoki bolalar puli olganingiz uy-joy, davolanish, kontrakt, kommunal kompensatsiya masalalarida avtomatik imtiyoz beradi degani emas. Ba'zi hollarda bir to'lov boshqa to'lovga ta'sir qilmaydi. Ba'zi hollarda esa umumiy daromad sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Shu sababli har bir arizani alohida tekshirish kerak. 5-masala ortiqcha to'lov. Bu juda muhim. Agar tizim xatolik bilan pul o'tkazgan bo'lsa, keyin bu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ko'pchilik davlat o'zi o'tkazdi, demak men aybdor emasman deydi. Siz ataylab xato qilmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin ortiqcha yoki noto'g'ri to'langan mablag' bo'yicha qaytarish masalasi baribir ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun agar siz umuman ariza bermagan
bo'lsangiz, lekin 1.500.000 so'm tushgan bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Pulni sarflab yuborishdan oldin uning qonuniy asosini biling. 6-masala. Telefon xabarlari va firibgarlar. Hozir sizga 1.500.000 so'm ajratildi. Kartangizni tasdiqlang. Pulni olish uchun kodni yuboring. Ariza to'ldirib beramiz degan xabarlar ko'payadi. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, pasport nusxasi va plastik karta rasmini yubormang. Rasmiy tashkilot sizdan Telegram orqali bank kodi so'ramaydi. Agar kimdir men mahalladanman, kodni ayting desa ham aytmang. Rasmiy masala faqat rasmiy idora, bank, mahalla yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. 7-nozik masala 1.500.000 so'm olganlar orasida talabalar, yolg'iz onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar, o'quvchisini yo'qotganlar bo'lishi mumkin. Har birining huquqi va hujjati boshqacha. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxsga berilgan to'lov bilan kam ta'minlangan oilaga berilgan to'lov bir xil emas. Talabaga berilgan kontrakt yordam bilan bolali oilaga berilgan nafaqa ham bir xil emas. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men ham olaman degan o'lchov ishlamaydi. Har bir oilaning tarkibi, daromadi ro'yxati, hujjati, arizasi alohida baholanadi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Bank ilovasini oching yoki bank SMS'ini tekshiring. Pul qaysi tashkilotdan tushganini yozib oling. Sana, summa, izoh, jo'natuvchi nomi muhim. Agar ilovada izoh ko'rinmasa, bank filialiga borib kirim bo'yicha ma'lumot so'rang. Sizga pul kimdan va qanday maqsadda kelgani bo'yicha bank ko'rinadigan ma'lumotni aytishi mumkin. Ikkinchi qadam, mahallaga yoki ijtimoiy xodimga boring. Men tavsiya qiladigan savollar juda oddiy. Menga tushgan 1.500.000 so'm qaysi to'lov turi? Bu bir martalikmi yoki oylikmi? Keyingi to'lov sanasi bormi? Mening arizam tasdiqlanganmi? Qaysi muddatga tayinlangan? Qayta tekshiruv bo'ladimi? Mana shu savollarni aniq bering. Umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Ha, tushadi. Ko'ramiz. Tizimda bor degan javob sizga yetarli emas. Sizga to'lov turi va muddati kerak. 3-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, JSH raqami, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holati bo'yicha hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi, pensionerlik hujjati, bank karta rekvizitlari, ijara shartnomasi yoki yashash manzili bo'yicha hujjat kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga joylab qo'ying. Rasmlarni telefonda ham saqlang, lekin begonalarga yubormang. 4-qadam, agar pul tushmagan bo'lsa, lekin siz shu toifaga kirsangiz, shikoyat qilishdan oldin sababini aniqlang. Balki ariza ko'rib chiqilmoqda, balki hujjat yetishmayapti. Balki bank karta ma'lumoti noto'g'ri. Balki oilaviy daromad mezondan oshgan. Balki sizning telefon raqamingiz tizimda eski. Shuning uchun avval statusni tekshiring. Keyin kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda nimani yozish kerak? Men odatda shunday tuzilmani maslahat beraman. Ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz, yash manzilingiz, telefon raqamingiz, ariza topshirgan sana. Qaysi yordam turi bo'yicha murojaat qilganingiz, muammo nimada ekani, masalan, to'lov tushmadi. To'lov turi tushunarsiz. Rad etish sababi berilmadi. Karta ma'lumoti yangilanishi kerak. Oxirida murojaatimni ko'rib chiqib, yozma javob berishingizni so'rayman deb yozing. Imzo va sana qo'ying. 5-qadam. Agar sizga ortiqcha tushgan qaytaring deyishsa, og'zaki gap bilan to'xtamang. Rasmiy asos so'rang. Qaysi qaror bilan, qaysi hisob-kitob asosida, qaysi davr uchun ortiqcha hisoblanganini bilishga haqqingiz bor. Agar haqiqatan ham ortiqcha to'lov bo'lsa, qaytarish tartibi, muddatlari, bo'lib to'lash imkoniyati haqida so'rashingiz mumkin. Lekin hech qachon pulni begona odam bergan karta raqamiga o'tkazmang. Qaytarish bo'lsa faqat rasmiy hisob raqamiga va kvitansiya bilan bo'lishi kerak. 6-qadam, agar oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Farzand tug'ildi, kimdir ishga kirdi, kimdir ishdan chiqdi, turmush o'rtog'i qaytdi, manzil o'zgardi, karta almashtirildi, nogironlik guruhi tasdiqlandi yoki tugadi. Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilik aytsam to'xtatib qo'yadi deb o'ylaydi. Lekin yashirilgan ma'lumot keyin kattaroq muammo bo'ladi. To'g'ri ma'lumot berilsa, sizning huquqingiz ham to'g'ri himoya qilinadi. 7-qadam. O'z holatingizni qo'shnining holati bilan solishtirmang.
Qo'shningiz 1 million 500 ming so'm olgan bo'lishi mumkin. Siz esa olmagansiz. Bu adolatsizlikdek ko'rinadi. Lekin ehtimol uning oilasida farzandlar soni ko'proqdir. Daromadi pastroqdir. Nogironligi bor shaxs bordir. Oldingi oylar uchun to'lov qo'shilgandir yoki u boshqa turdagi yordam olgandir. Solishtirish o'rniga o'z arizangiz va hujjatingizni tekshiring. Natija noto'g'ri bo'lsa, dalil bilan murojaat qiling. 8-qadam, xarajatni rejalashtiring. Agar pul bir martalik bo'lsa, uni eng zarur joyga ishlating. Masalan, oziq-ovqat, dori-darmon, bolalar kiyim, maktab xarajati, qarzdor kommunal to'lov. Davolanish yoki ijara. 1 million 500 ming so'm katta yordam. Lekin uni noto'g'ri sarflasangiz 2 hafta ichida tugab ketadi. Men ko'p oilalarda ko'rganman. Pul tushadi, qarindoshga qarz beriladi, telefon olinadi, bayram qilinadi. Keyin esa asosiy muammo qoladi. Ijtimoiy yordamning maqsadi oilani bir o'z oyoqqa turg'azish, eng og'ir ehtiyojni yopishdir. 9-qadam. Bolalar uchun berilgan pulni bolalarning ehtiyojiga yo'naltiring. Bu nafaqat huquqiy, balki hayotiy masala. Maktab formasi, daftar, kitob, dori, ovqatlanish, transport, to'garak yoki zarur kiyimga sarflansa, bu pulning foydasi ko'rinadi. Agar oilada bola kasal bo'lsa, cheklar va shifokor tavsiyalarini saqlang. Keyingi murojaatlarda bu hujjatlar sizning real ehtiyojingizni ko'rsatishi mumkin. 10-qadam. Har bir rasmiy javobni saqlang. SMS, ariza raqami, rad javobi, tasdiq xati, bank kirim tarixi, mahalla bergan ma'lumot. Hammasi dalil. Ertaga siz ariza bermagansiz deyishsa, sizda ariza raqami bo'ladi. Bank tarixi bo'ladi. Pul tushmagan deysa, javob berilgan deysa, qachon va qanday javob berilganini so'raysiz. Demak do'stlar, 1 million 500 ming so'm olganlar uchun asosiy yangilik shuki, bu pulni shuncha ko'rib xursand bo'lishdan cheklanib qolmaslik kerak. Uning qaysi asosda tushgani, bir martalikmi yoki davomli to'lovmi, keyingi oyga ta'siri bormi? Qayta tekshiruv bo'ladimi? Hujjatlar to'g'rimi? Hammasini aniqlash zarur. Kimdir uchun bu yaxshi imkoniyat, kimdir uchun hujjatni yangilash signali, kimdir uchun esa ehtiyotkor bo'lish kerak bo'lgan holat. Men sizga mutaxassis sifatida eng muhim maslahatni beraman. Pul tushgan bo'lsa, avval izohini tekshiring. Keyin mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limidan to'lov turini aniqlang, hujjatlarni tartibga keltiring. Firibgarlarga kod bermang va har qanday muammoni yozma murojaat orqali hal qiling. Shunda siz o'z haqqingizni yo'qotmaysiz va keyingi to'lovlarda kutilmagan muammoga duch kelmaysiz. Sizda ham 1 million 500 ming so'm tushdimi yoki hali tushmadimi? Qaysi viloyat, qaysi tuman va qanday to'lov sifatida kelganini izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring, chunki bu ma'lumot aynan hozir ko'plab oilalarga kerak.